azda qaranglar, Xastimon oldidagi tunnel yo'l qurishdi-ku. Tunnelga tushganingizda mana chap tomonda splashnoy polasa turibdi. Men o'ng qo'ldan ketyapman. Shu tunnelga tushganda mana shu polasani bosmanglar iloji boricha. Tunneldan chiqasizlar, mana to'g'ri chiqib, pastga tushib o'ngga yursa chorsi, chapga yursa ganga. E'tibor beringlar, mana tunneldan chiqyapman. Shunda chiqqanda mana mashitda turib yo'l patrul xodimlari ko'zimni oldida bittasini ushlashdi. Endi bu yerda palasadan boshqa qoidabuzarlik yo'q-da. Azda videoni ko'rdinglar, xuddi shu tunnel tagiga tushganinglarda Xastimon oldida. Shu splashnoy palasani bosmanglar iloji boricha. Chiqaverishinglarda yo'l patrul xodimi turgan bo'lsa, jarimaga tushasizlar. 3-4 kun oldin xuddi shu joyda bitta Nexia 3 palasani bosib bu yoqqa o'tdi-da, endi oldingi mashinalardan o'tib ketish uchun o'ngga oldi, chapga olib chiqaverishdi. Yo'l patrul xodimlari to'xtatishdi. Bekorga jarimaga tushasizlar. Shu joylarda ehtiyot bo'linglar. Yo, GAI xodimi ko'rmayapti-yu deb mashish qilmanglar azda. Yo'linglar bexatar bo'lsin. Yo'lda ehtiyot bo'lib harakatlaninglar.